Serbiya. Serbiyadagi iqtisodlash. Kichik do'stlar, Vivo bilan uning do'stlari Ispaniya, Serbiya osmoni boshlig'ida uchib o'tadi. Qal'aga qaranglar. U Arkasahan ordusi, arabcha qal'a degan ma'noda. Bu yer Kolumbo Amerika qit'asidan qaytib kelib, ayol podshoh Elizabetni qabul qilishiga erishgan joy. Ana Aliyada, Sher ordusida. Sher? Cho'ng ham qo'rqinchli shermi? Kristof Kolumbo danglik ekspeditsiyachi shundaqmi? Bu hayvati qal'ani ko'rib bak hayajonlanyapman. Kolumbo mening qahramonim. Bu haqiqiy botir ekspeditsiyachi. U Amerika qit'asini payqagan. Bu yerning alohidligi shuki, İspaniya podshohi ba'zi chaqlarda yana mushu ordeni ishiltidi. Ordaga yaqin joyda bir cherkov bor. Ulug' Kristof Kolumboning qabrisi shuning ichida. Men ekspeditsiyachi ushqirish Vivo. Men yangi davlat izlayman. Yana yangi Vivo. Bayqish nakatdi. Ajab qalita. Tezroq Vivo. Mening Rasululloh naqshi anglag'im keldi. Anlasam ular bugun men eng amroq Serbiyalik satrashni o'rlaydi ekan. Mening naqshi anglag'im bor. Sen amroq bo'lsang, texmi anglag'im bor. Henry, lekin men ota-onamga yangi ot kirgizilib, ularga bizning yaqindan bu yoq sayohatlarimizni aytishim kerak. Albatta, unda bo'lsa mayli. Buni anglanglar. Bo'lmadi. Ostidagi bu ayol bechora ekan. Shunda qattiq varqiravotdi. U balki bizning yordamimizga muhtoj bo'lishi mumkin. Uni tutqun qilgani bek eski bir suvnaychi, kalnaychi. Yana uning ishki dumboqchi sherigi bor ekan. Yana bir iskripkichimi bor ekan. Yana Bebe. Tezroq vaqtni chil tutinglar. Bebe. Nima? Tezroq. Dumboqchilar. Iskripkichi. Unaqa emasmi? Bu degan opera, Bebe. Opera? Opera degan nima? Opera degan teatrga o'xshaydi. Faqat muzika bilan amalga oshadi. Artistning sahna so'zini o'qimaydi, balki naqsh qilib aytadi. Yiqimliq muzika tankash qilindi. Opera asosan opera o'migida o'ynaldi. Biz hozir turgan joy bir opera o'migi ekan. Operaning aytilishi bek g'alit ekan. Meningcha aytilishi bek o'zgacha, anglag'ina. Henry, sen boy bu operada so'zlangani bir satrashning hikoyasi dedingmi? To'g'ri. Bu Serbiya satrashni danglik operachi Loshini yozgan. Satrash? To'g'ri. Burunning satrash bozordagi eng muhim kishilarning biri ekan. Satrash kishilarning chechini yasaganda har bir kishi uning bilan paranglashadi ekan, yana uningga maxfiyatliklarini deb berdi ekan. Mening opera artisti bo'g'im bor. Meningmi? Undaqda ikkinglar billa yaxshilar naqshini aytinglar. Hozir ular aytadi. La la la, men Serbiya satirchi. La la la. Satrash. Mening sevgan odamimga yetliq bo'lishimga yordam qilsangiz. La 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 la. Henry! Henry! Nima narsa? Serbiyada qush yomg'ir yog'amdi nima? Uzun tumshuq birodar. Hey, kechiring. U men ko'rgan eng qamlashmagan chashmasuvni. Henry'ga hech bo'lmagan bo'lsa bo'ldi. Hech yo'q. Yuringlar, mening opera o'migining ichini ko'rib boqqim bor. Meningmi? Sizlar bag'ash turinglar, men sal turib boray. Mening hozirla ota-onamga otkirk silvatkum bor. Bo'ladi, tezroq kel amisa. Qarab boqay, ha? Pochta sandig'i nerede-do? G'alati ish. Bu yerdagi ishlarning hammasini o'pmoq o'xshashgan. Bu ish qarmoqqa normalda qiladi. Hey! Nima ish bo'ldi? Chatoq bo'ldi.
Rahmet sana. Men Vibo, bu yerden tez ketayli. Çatak oldu. Bu qandaq joy? Bu Serviyadagi satrashning satrashxonasi. Oh, satrashning chechimizni o'tib ketgan pasunni yasatmasligini umid qilaman. O tarafdagi eng bema'ni ish. U nimishqa barliq ishlarning chechini o'xshash qilib yasaydi. Ular uni hammalarning chechi o'ziga o'xshash qilib yasag'usi bor deyishidi. Faqat ishtihli emas. Hamma odam. Sen tasavvur qila olamsan? Oh. Men hergiz chechimning undaq pasunni yasalishiga qarab turmayman. Haqiqatan bak kulkulik. Yana bor. Nurg'un kishi uni ishning tilini biladi deyishidi. Uning ustiga u haqiqatan. Sening joyingdilar. Herif dostlarım Henry bilen Baby'ni izle. Ular tiyatroxonada. Nima? Ufcar it? Xayrlik cho'sh kuchuk. Chash jasad qilib kelganmidim? Elektrikçini barliq basonlar ichidagi eng chiroyli basonni yasab qo'ydi. Vibo! Henry, Beydi. Sen bizning ismimizni qanday bilasan? Men Vibo'ning qayerligini bilaman. Tezroq, bumiz iqtisodirash, uning chechini butun Serviya ishlariga o'xshash qilib yasab qo'ydi. U iqtisodirachi nimishqa unda qiladi? Nimish qodamsan? Mening dadam, uning dadisi, yana uning dadisining dadisi. Hammasilar iqtisodirachikan. Mening asli doktor bo'g'im borligini e'tirof qilaman. Kichik vaqtimda dadamning xizmati intayin jafoliq edi. Men ishlarni paranglardan anglaytdim. Men shunday qilib ishlarni o'rganib qolgan. Başqa sababdan emas. Balki kim o mendek hem semiz, hem pakar, hem kalite çeçi babalı bilen oynaydı deysen. Hiç kim sert kişini yaktırmaydı. Lekin keyin qadrligim. Agar hamma kishi qarmoqqa o'xshash bo'lsa, hech kimni masxara qilmaydi. Ehtiyot qil, kuchuk. Bunda tez harakat qilsam o'zingni yog'lantirib olasan. Lekin o'xshamaydigan bo'lish yaxshimi? Nima deysan? Yaxshi. Yaxshi emas. O'xshamaydigan bo'lsa, faqat yaxshi emas. Hech kim sen bilan o'ynamaydi. Hozir sen menga chash yasag'ishni bergin bo'lamdi. Men Lekin o'xshamaydigan bo'lish bak yaxshi. rostmi? Hem semiz, hem pakar, hem kalite çeçi bo'lsa nari qolsa bo'ladi. Siz hech kim qilolmaydigan bir ishni qilsangiz bo'ladi-ku. Siz ishga gap qila olasiz. To'g'ri. Bu haqiqatan alohida. To'g'rimi? O'xshamaydigan bo'lish alohida bo'lganlik bo'ladi. O tarafda biz ishni buzib kirishimiz kerak. Bo'ladi. Biz ishni birga buzaylik. Tayyorlandinglarmi? Bo'ldi. Sana bir ish bo'lmaganda. Hech ish bo'lmadi-ku deyman. To'xta, men ko'rib baqay. Faqat ozroq surilib ketibdi, kuchuk. Sirma, tezlik yaxshi bo'lib ketdi. To'g'ri. Boy siz doktor bo'g'im bor degan edingiz-ku. Undaqda ish doktor bo'lsangiz qanday? Meningcha, ishning gapini tushuna oladigan odam ishni texmi yaxshi davolay oladi, to'g'rimi? Sen meni mal doktori bo'lav demsan? Butunlay to'g'ri. Mal doktor bo'lib maxsus ishdan kesilib davolayman. Ko'pchilik cho'qib mal doktorni bak yaxshi ko'rdi. Bak yaxshi amal bo'ldi. Rahmat sana Vibo. Sen dunyodagi eng alohida ishchisan. Do'stimni qo'yib. Hech ish yo'q Henry. Hamma ish joyida. Rostmi? O chechangni satgan siratmadimi? Sen qandoq qilding?
u bir yangi operaning voqealigi, Serviyaning ish satratchi. Bo'ldi. Men beshimizdan o'tgan ishlarni yezib o'tdim. Men kelar qitim Serviyadagi g'alati ishlarni yozaman. Qanamsa, yuringlar. Biz kelar qitimlik safarimizni boshlaylik. Veybona deganiga o'xshash. O'xshamaslikning o'zi bir alayidlikka vakillik qiladi. Mana mushuning o'zila boshqalarning Veyboni yaxshi ko'rishidagi bir sabab. Xayr xo'sh, kichik do'stlar.